Tarenta ichibdi. Keyinchi yana nima? Tarenta ichdi, o'sha chirmovni ichdi. Aha. Asha ine keyin qorin nihoyatda ishib ketib, o'rnidan turolmaydigan bo'lib qoldi. Aha. Karavotda qimirlamay yotardi, ovqat ham yemay qo'ydi. Hozircha. Hozir chachlari ham to'kilib ketdi. Aha. Hozir o'shani ichgandan keyin endi o'zi ranglari ham yuvilib, sog'lom bo'lib, Qornidagi suvni nima bo'ldi? qornida suv chiqib ketib, qorni kuchayib, Aha. endi yaxshi. Xudoga shukr. Xudoga shukr. O'shaning uchun o'zi yetib baqib olib kela olmadik u Aha. nima nozik bo'lib ketganida. Chachlari ham to'kilgan, chachlari qop-qora bo'lib qaytadan chiqdi. Qaytadan chiqdi Soch sochlar. qavillab ketdi. Hamma yo'g'i yaxshi. Endi hozir bor endi jigarida nimasi hali qayta tiklanib ketgani yo'q. Aha. Qorinda suv yo'q. Endi nevaralarni qarang. Necha oy ichirdi? Hozir ham ichaveradi. Yaxshi. Bizdan rozimisiz hozircha? Hozir rahmat aytib qo'ying, omonatim bilan o'zim yetib borguncha dedi. Bo'ldi, tamom. Joningiz sog' Sizga bo'lsin. rahmat aytib yubordi, Xo'p. katta tan joningiz